Rasional bo'ldi. Hop. Bir taqsim 3 plus 9/7. Tepadan plus bir taqsim 4 plus 9/7. Teng A plus B 9/7. Demak, A bilan B qanaqa son ekan? Qo'y ekan, to'g'rimi? Hop. Bundan A plus Irratsionallikdan qutqaramiz, qaranglar. Irratsionallikdan qutqarsam 3 minus ildizda 7 suratga, mahrajda o'zi 3 plus ildizda 7 mida? Xuddi shunga ko'paytiramiz minusligi 3 minus ildizda 7 plus tepaga 4 plus ildizda 7, mahrajda 4 plus ildizda ana minus bo'ladi. 4 plus ildizda 7 yu 4 minus ildizda 7. Shunaqami? Tepasida suratda 3 minus ildizda 7 turibdi. Mahrajim necha bo'lib qolyapti? 9 minus 7 2 plus 4 minus ildizda 7, mahrajimiz 9. Umumiy mahraj beramiz ikkalasiga. 27 9 ildizda 7 hop plus 8 minus 2 ildizda 7. Mana mahrajda 18 bor edi, bu yoqqa ko'paytirib yubordim. 18 ta A plus 18 ta B ildizda 7 mi? 35 ta minusdan 11 ildizda 7 barobar 18 ta A plus 18 ta B ildizda 7. Ayniyat qilib olsak, A barobar 35 taqsim 18, B barobar 11 taqsim 18. Faqat nimadan? Minusdan. Bizdan nimani so'ragan? A plus B. Ikkovini qo'shib yuborsalaring. 24 taqsim 18 yoki 6 ga qisqartirsak 4 taqsim 3. Bormi?